maskani sizlarga tavsiya bermayman. Yangi chiqqan Esiol seriyasidagi kollagenli maskani sizlar bilan hozir sinab ko'ramiz. Mana shunaqa holatda kremimiz suriladi. Ko'z atrofiga tekkizmasdan o'rtacha qalinlikda surib 15 minutdan keyin yulib olib tashlaymiz. Hozir 15 minut kutamiz. Mana 15 minut o'tdi. O'zi yulamiz, qaranglar. Qaranglar, bittada effekti bomba qizlar. Yuzni tiniq qilib qo'yadi, yoshartiradi, silliqlaydi. Super. Taranglashtirib beradi, lifting effektini beradi. Qaranglar. Agar yosharishni xohlamasanglar, mana shu maskani ishlatmanglar hech qachon. Bittada effekti bilindi. Mana mayda ajinlari yo'qolib, yuzim tiniqlashib, yaltirab qoldi. Sizlarga ham tavsiya beraman.